yaxshi bo'ldi, ham chiroyli chiqdi. Remontani zo'r qilib qo'ygansiz, lekin uyda qishda sal qiynalasiz, yozda sal qiynalasiz. Shunaqa bo'ladi. Xudo xolisa 5 sm penoplast qilib berdik, inshaalloh muammo bo'lmaydi. Aka, ustilar necha kunda bitkazib ketishingiz? Ustilar xudo xolisa bugun 2-kun, o'zi 3 kun gaplashuvdi, bugun 2-kun xudo xolisa bitadi. Xudo xolisa choklarni ko'rdik, zo'r chiqqan, yana kirib tekshirib olsak, xudo xolisa. To'g'riki, boshqa alternativani qarab ko'rdingiz, undan boshqa, ya'ni penoplastdan boshqa bazat, ya'ni shunga o'xshash mahsulotlar qarab ko'rdingizmi, ko'rmaysizmi? Ular ko'rib chiqdi, endi ularning ishi sal ko'proq ekan. Buniki ham oson, ham issiq yaxshi, suvida yaxshi bo'lgani uchun buni tanladim. Ishlari ham tez bitar ekan bu. Bitta zo'r informatsiya berib ketamanki, 3 sm va 5 sm penoplastni 3 sm -15 gacha sovuqqa ushlab beradi bemalol. 5 sm qildirib siz xudo xolisa -20, -25 gacha sovuq ushlab beradi. Issiqlik ham xuddi shunaqa +30 gacha issiq kelganda ushlab beradi va shu issiqlik o'tkazmaydi. Inshaalloh mana shu yozuvda effektini ko'rasiz. Aka, Universal Decor va Alliance Construction boshqa uy egalariga yoki mijozlarga tavsiya qilgan bo'larmidi? Albatta tavsiya qilamiz. Yaxshi, ishligingiz tez, yaxshi bo'ldi, ham chiroyli chiqdi. Universal Decor kuzatish davom etinglar. Xuddi shunaqa videoni eng yaqin do'stlarga tashlab qo'ysa, videoga bitta like bosasizlar, biz ham kuzatishni davom etamiz. Sog' bo'lsin. Assalomu alaykum.